Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaka ediyoruz. Washington'da sözdeyimiz bugün çizlağı. 2026 yıl 3. ayının 1. günü vatandaşım. Vaziyetimizin imideyimiz azı 28. günüdün bugün 1. günü geçer. Vaziyetsiz aşkara, bütün dünya aşkara. Dünya silkini vatıdı vatandaşım. Dünya özgür vatıdı vatandaşım. Fakat hem ki Amerika, İsrail'ye iki devletinin harbi hareketi, İran'a karatkan harbi hareketi galbe kıldı vatandaş. Mustabit hakimiyetini ağdırıp taşladı da emez belki. Mustabit hakimiyetinin mustabitini cehennemge uzattı vatandaş. Delmişindak bir peyt hazır. Prezident Donald Trump birinci kıtım Aksaray'a kirge vakitte devlet mahkemesi demesen sabık devlet işler katibi sabık devlet işler katibi ismini unutup kaldım geçen ona vatandaş. Devlet işler katibiyle billah devlet mahkemesi de billah hizmet işleyen hüma için efendinin bugün Cunguğa nazarı torbiyeti ilan kılgan bir parça makalesi. Mesela şu makalenin en ahırki kısmı da nöbet endi Xi Jinping geldi. Nöbet endi Cunguğa Partisi geldi. Nöbet endi Cungu'nun xalqı geldi depmişindak işaret bilen emez. Hatta doğrudan doğru talep ve ihtiyaç var. İltica bilen Amerika Koşmuş Ştatları hükümeti, Prezident Donald Trump hükümeti müracaat ilan kıtlı vatandaşım. Biz Uygurlar kiçkep keldik Amerika'ya, kiçkep keldik dünya sahnesiga. Yani şundakla Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi'nin tirişçalığı arkalık Uygur degan millet dünyaya tonuldu. Belki o çoğun iş kılıp tonulmagan bolsa-mı, lekin o zulüm sistem, eksploatatsiya ve Xitay Kompartiyasi rejimi hükümranlığı astidagi turmuş. Ahirki hesapta Uygurlar yetip kelgen qirg'inchilik, Uygur qirg'inchiligi. Bugün endi Uygurlarga, balalarga, sebilerge, Uygur yaşlarga yetip kelgen tirik turguzup, işki azalarını kesip elip, yani dünya savdısıga, yani seyyar savdısı katnaştırış, dünyanın her kayıs jaylarından ihtiyacı barla adamlarının, çünkü o kilişi ve börek, yürek ve başka işki azalarını almaştırışıga, münasebetlik, Müstemlik Uyguristan'da kurulgan 6 orundaki doktorxana. Yakında men sizlarga tağ arasidagi operatsiya qilish g'orining, yani operatsiya qilish emas, odam o'ltirish g'orining maxfiy o'rni suratli xabar berilganligini xabar qildim vatandosh. Endi hech nimadan boshqa avval birinchi bo'lib eg'izga olsak Uyg'urlarning her yılda 35 bin nefer Uygur'un aşında operatsiya qilish orqali tirik turg'izib operatsiya qilib ishki a'zolarini elib olish bilan bu Uyg'urlar to'pidan g'oyib bo'lyapti degan amerikalik olim Ethan Gutmanning so'zini davomli takrorlab keldi. Bugun Xitoylarning Uyg'urni qirg'in qilishi ahirki hesapta 6 yaşlık bala, hatta güdek ösmürle 10 yaşlık, 15 yaşlık balalar hiç demini bilmeydiğin Uygur balalar operatsiya üstelik yatkızılıp onun işki azaları kesip elini vatıdı vatandaş. Muşu ağırlıkta Amerika avazı 24. yılıma 25. yılı bir parça makale ilan kıldı. O makalenin mavzusu
kanun sırtıda adam öldürüş idi. Yakında Cenklik Efendi yana bir qatam maqala e'lon qildi. Yani Amerika ovozi Xitoy tel programmasida balki o'zi e'lon qilgan shu mavzuliq kitobni tanishtirib o'tdi vatandosh. Men uning qolgan qismlarini sizlarga tarjima qilib qo'yib tushuntirib o'tkish voga arliqda. Mening turmushimni o'zinglar bilasan, maya kelib qoldim, o otirat qilib qoldi vatandosh. Lekin bu qatam qo'yilgan mavzu nima? Ehtiyojiga qarab odam o'ldirish. Amerika ovozi e'lon qilingan birinchi parcha maqolaning mavzusi qonun sirtida odam o'ldirish. Bu qatam e'lon qilingan Amerika ovozidagi maqolaning mavzusi ehtiyojiga qarab odam o'ldirish. Ehtiyojiga qarab odam o'ldirish, qon temib turgan yuragini kesib olish, qon temib turgan böğrükini, jigirini kesib olish, ko'z monchag'ini kesib olish, qayeri kerak bo'lsa ichki a'zolarning shu yerini kesib olish. Bundan keyin men savol qo'ydim, jasadni qanday bir taraf qiladi? Birinchi maqolada jasadni bir taraf qilish qo'mosh neychi yoki plastik neychini ana ichki a'zosiga chiqib turib yoki qaysi yo'lda eg'iz bilanmi kirgizib turib uning o'lmaganligini bilib baqish. Yani şunun keyin anda uning jasadini bir taraf qilish. İnsan balası öyle pak insan balası. Biz bu doğruda bu paketler dünyaya çıktı. Dünya körüp oldu, bilip oldu bu işlerin hemmisini. Biz aciz keldik mesela teşkili ciheti aciz keldik. Erkek nüfuz ciheti aciz keldik vatandaş. Biz halkara yardım talep qilishimiz kerak edi. Talep qilolmadik. Aldığımızga chiqib hareket qilayotganlar kompyuterga chiqib olib o'zining to'g'ri programmalarda suratni ko'rgazma qilib tarqitishdan boshqa ishlarni qildi. Boshqa ishlarni qildi. Biz xalqaro yordam talab qilishimiz kerak edi. Nüfuzimiz to'liq bo'lmadi Uyg'urlarning. Shundaqla tegishli saqlash qismlarini taklif qilishimiz mumkin edi. Nüfuzi turk bo'lmadi Uyg'urlarning. Kuchi yetmedi vatandaş. Uyg'urlarning kuchi yetmedi. Uyg'urlar o'sha kunda qoldi. Bugun men 3-oyning 1-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasida sobiq davlat ishlar kotibi, endi ism keldi, Mike Pompeo'ning yordamchisi bo'lib ishlagan professori Yu Mauchen bugun Jungo'ga nazar tor betida e'lon qilgan maqolasining eng oxirgi bir jumla so'zi. Navbat İran'dan keyin Jungo'ga keldi, navbat Xi Jinping'ga keldi, navbat Junanxayga Kompartiyaga keldi deb va shundaq iltijo bilan Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatiga murojaat qildi. Vatandaş, men ham shu qatorda bir shaxs obzorchi Uyg'urning turmushiga, hayotiga ko'ngil bilib kelayotgan bir shaxs obzorchi sifatida men xalqaro jamiyatdan Uyg'urlarga xalqaro yordam berishini talab qilaman. Shundaqla xalqaro jamiyatdan Uyg'urlarga tegishli saqlash qismlari avatishini talab qilaman. Haqqi bor. Uyg'urlarning bu yo'lda haqqi bor. Uyg'urlarning bu ishda haqqi bor. Uyg'urmi dunyoning grajdani, hatto Uyg'ur hech qanday bir urush qatnashmagan bo'lsa-mu, ulug'ko'yan urushining g'alabasi uchun o'zining qurgan davlatini munqariz qildi. Stalin va Mavzuning majburlashi orqali o'zining davlatini munqariz qilib, ulug'ko'yan urushining g'alabasiga hassa qo'shdi. Uyg'ur bu yo'lda 1 milliondan ortiq odamni qurbon berdi. Avval urush maydonida Gomindan Xitoylar qirg'in qildi. Urush oxirlashgan vaqtda Rossiya Stalin havo armiya avatib Gomindanning bayrog'ini esib Ibn Kuli atrofida talka jilg'illari orasida Gomindan bayrog'i bilan Uyg'ur armiyasini bombardimon qildi. Onun için Jungo Kompartiyasi keldi.
siyaset karakterlik yo'qotish, umumyüzlük askeri kısımlarını yo'qotish bilan 1 milyondan ortiq Uyg'ur vafot bo'ldi. Bugun hozir itang butmanni shuni takrorlaylar, boshqasini qo'yib turaylar. Hozir Amerika ovozi e'lon qilingan 2 parcha maqola. Birinchisi, qonunning sirtida odam o'ldirish obyekti Uyg'urlar. İkincisi, yaqin qilsa, ehtiyojga yarasha odam o'ldirish obyekti Falungonchilar va Uyg'urlar. Mushu paytda biz vatandoshim xalqaro jamiyatning Uyg'urga yordam berishini yoki biz xalqaro jamiyatdan yordam talab qilish degan gap bu harbiy kuch bilan yordam talab qilish. Boshqa yordam yo'q. Tinchlik saqlash qismlarini talab qilish degan so'zning o'zimi harbiy kuch bilan tinchlik saqlash qismlarini talab qilish. Şuna men bugun Yılmaz'ın göz qarashini qo'llayman. Masalan, Xi Jinpingni İran Xameneyni qanday bir taraf qilgan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlar shunday bir taraf qilish kerakmi? Masalan, Jungo Kompartiyasini Amerika Qo'shma Shtatlar Xameneyni bir taraf qilgandek bir taraf qilishi kerak. Şu vaqtda mustabidizm tugagandan keyin andan qo'ygan birinchi talabit Jungoda siyosiy hokimiyatni o'zgartirish kerak. Yılmaz'ın bugün oturup koyuptum, Yılmaz'ını kollayman. Hem yukarıda Uygurlarga xalqaro yardım her bir küçülen. Uygurlarga tinchlik saqlash kısımları her bir küçülen. Hakkı var. Uygur'un hakkı var. Ben şunçalıkla sözleyemem, Uygur'un hakkı var. Uygur insaniyetinin azası. Uygur insaniyette başka milletle katardı bir millet. Ben aşında talep kılımam. Yılmaz'ın efendini kollayman. Onun fikrinin doğru ve yolluk ekanligini kollayman. Amerika Qo'shma Shtatlarga murojaat qildi. Bu qatimki hareket 1 ayning 3 kuni Venezuela Maduro. 2 ayning 28 kuni İran mustabidi Xamenei. Acayip chiroyli hareket. Belki insaniyet tarixida, urush tarixiga tiklangan o'lga, qandaq o'lga? Milyon askerini qator tizilib, 100 minglagan askerini qator tizilib, saptatib, şaşaşa, da qirg'in qilishdan, mushundaq bir ishga mustabidni yo'q qilib etsalar, urushdan xoli bo'lgan dunyoni, qirg'ini bo'ladiganligini, qurg'ini bo'ladiganligini ko'rdim va bu o'lgini bugun Prezident Donald Trump hukumati yaratdi vatandaş. Bu ölgünü yarattı. Acayip çıraylık operasyon. Maduro operasyonu onu ben şu iladan tutup bilip New Jersey türmüsüge kamagallığı bugün Xameneyni ulusunun çıkarmay turupla özünün cayını turguzup edepli geldiği Ottır Şerk'ni azat kıldı. Bugün azat oldu Ottır Şerk armiye. İsrailiye armiye. Amerika Qo'shma Shtatlar armiyasi O'rta Sharqni azod qildi. İranning tahdididan azod qildi. İranning mustabid siyosiy hokimiyatining O'rta Sharqda qalaymaganchilik paydo qilishni azod qildi deb aytishga bo'ladi vatandosh. Men shuni bugun sizga bildirdigan irodam Yılmaz'ning ayni chog'da davlat ishlar kotibi, sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bilan birga ishlagan Yılmaz'ning makalesini, onun teşebbüsünü, onun siyasi hareket ve bu doğrudaki Amerika Qo'shma Shtatlarga e'lon qilgan murojaatini qo'llayman vatandoshim. Endi sizga anlatadigan bugungi xabarim ve tayyorlagan leksiyaning umumiy bet soni 6 betga baramdi, 5 betmi shundaqini. Qarasam bu 8, 4 betga vatandosh, 4 bet. Yo'q, 5 bet. Bunun da birinchi maqoli shakillik. Buni bir nafar Jungolik professor, undan keyin bir nafar Amerikalik Lafton deydigan ismlik, David Lafton deydigan ismlik bir grajdan ve bir professor. Aslında bu kishi Jungo parasi ekan, Jungo parasi ekan bo'lsa lekin hozir bu ikki professorning yozgan bir parcha maqolasi intayin sezgir. Siz bunun dikkat kılıp inçkilik bilen küstüp anlamsız ma'nisiga tagiga yetolmaysiz. Bunun da yan qo'yilgan bir hukm nimasi? Destek diplomatiyasi.
destek diplomatiyası çünkü kompartiyası sırlık bir terimini de bir tarafını açıp taşlaptı. Şundakla Amerika Koşmuş Ştatlarının naiti aşkar ve kudretlik bir tarafını aşkarlap cemaatı körüs tuttu. Şu seliştiriş işledi çünkü sen bugün hiç kim emez. Amerika Koşmuş Ştatlarına hiç kanda talep koyulmaysan. Amerika'nın digini digen. Amerika nimini belgiledi. Amerika nimi dedi, şu boyunca icra kılırsan, işleysen degenden başka yol yok. Acayip yap. Ben bunu bilgen evvel birinci iki varaklı sizge sözdeymen. Kalganını ikinci kısım koyayım vatandaş. Prezident Donald Trump körüştüm buran. Şahşın bulanı pütüvetti. İran hücum kılıp Beijing'in büyük soda planlarını bütçet kılıvetti. Mavzuluk makale erkinlik vakit gazeti ilan kılın. Tayvan'ın gazeti. Makale mındak başlandı. 2026 yılının 5 yıl uğraş öte Karayip denizi kırgaklardan bir yol tutuşup durduğun İran'ın bir bor tağ tizimleri yetip geldi. Bütün yer şarının siyasi haritisi soğuk münasebetle burası ahırlaşkan bir iki en şiddetlik juyup tazılaşını baştan geçirmekte. Mütehassisler bunda görsetti. Amerika, İsrail'e armisi İran'a ecellik zerbe verdi. İlahi hakimiyetini ağdırıcısı nişan kılgan bir peytte. 3. ayının ahırı eçilediğin Prezident Donald Trump bilen Xi Jinping'in söhbet yığınıgan bir netçe heptila kalgan könüdü. Bu kıtımkı harbi hareket Ottır Şark'ını kaytıdan kurup çıkış bolupla kalmasın. Belki tehimilgirlep gep kılgan da Prezident Donald Trump hükümeti söhbet kuruş harpısı da Beijing'i qaratqan bir meydan strategilik müsaadara qilish hareketidir. Baymendim degendim destek diplomatiyasi birisini unuttum. Bu ikinci ufkum müsaadara qilish. Müsaadara qilish hareketidir. Bu tutak, bu istitak şu narsani uzul kesel jakarlı değil ki Beijing uzundan beri şug'ullanıp kelgan destek diplomatiyasi hem de Tayvan'ı aldaş yemçiki qilib Amerika'nı çoğun soğuduğuna başlap giriş hiyalları. Mutlak kurallı kuşnun zerbisi asıda küpükke aylandı. Bir yerden Tayvan'ı destek kılıp diyen sözün manisi vatandaş. Tayvan'ı sen bana biri versen, ben sana palanı yerini biri vitimen. Eğer palanı yerini ben biri versem, sen bana Tayvan'ı biri vitsen. Soda karakterlik. Bu Xitay'ın ham hiyallarını bu kıtım İran'a kılıngan hücum. Yani Amerika, İsrail'e Birleşme Armisi'nin İran'a hücum kılışı Xitay'ın bu sahte hiyallarını terip İran kılıvetti. Yani küpekle aylandırıvetti deyin. Bu digellik nime? Mesela konkret etsek hazır Amerika Koşmuş Ştatları'yla Cungo oturusundaki Tayvan meselesi, Tibet meselesi, Uygurustan meselesi, Hong Kong meselesi, koşumcu işki Mongol meselesi katarlık mesele, geopolitikalik meselelerde Xitay'ın yukarı kadar destek diplomatiyasını yani tegişiş degen diplomatiyani bitçit kılıvetti. Bunun manisi muşu rayillada senin subjektif belgileş, subjektif hüküm kılış hukukun yok çünkü. Nimege asaslanıp bunu tegişip Amerikalılar nimege asaslanıp soğudu kılmakçı. Gepten ben takısmanı bir şey de vatandaş. Küp aylandırıp etti. Siyasi tehe kurmagan çoğun soda ve rahmisiz riyallık küçük mavzu. Siyasi tehe kurmagan çoğun soda ve rahmisiz riyallık. Bunun da selburun Cungu'da tesiri var bilim haznesi alimleri. Beijing Üniversitesi'nin profesörü Wang Jixi. Meydanı ezelden Cungu parası hesaplanğan
Amerikalık alim David M. Lampton Diplomatiya qo'sh oylik jurnalda e'lon qilgan bir parcha maqolasi kishilarning diqqatini o'ziga tortdi va diqqatini o'zgartirib o'tdi. Prezident Donald Trump bilan Xi Jinping ko'rishishdan burun e'lon qilingan bu bir parcha maqolada bu olimlar bo'libmi xil chivishirmasdan bir xil tashabbusni o'tirib qo'ydi. Wang Xi degan Beijinglik, mesela Lampton'u dedik ise çünkü pres adam. Bir meselene bir tashabbusni o'tirib qo'ydi, yani Prezident Donald Trump'ның sodigarlik xarakteridan foydalanib, Beijing belki cho'ng yuraklik bilan aldash taktikasini ishga solib, Tayvan meselesini ma'lum shakllik destek qilib, Prezident Donald Trump'ның savdo va geopolitikalik manfaatini o'z ichiga olgan texmi cho'ng savdoni qabul qilishiga yili ishlatib, Amerikaning Jungo'ning jonijon manfaati masalasida yo'l qo'yishiga urinib ko'rish mumkin. Jungo Xi Jinping uchun joyda suhbatni Beijingda mushunda qilish mumkin. Tushundingizmi vatandosh? Manfaat masalasi, Jungo'ning jonijon manfaat masalasi qaysi edi? Sizlarga so'zlab keldik. Uyg'uriston masalasi, Tibet masalasi, Tayvan meselesi, Hong Kong meselesi konkret aldı. Muşu mesele Jungo'nun canıcan menfaat meselesiydi. Şuna muşu meselede Amerika Qo'shma Shtatlarının yol qo'yishini qo'lga keltirmoqchi bo'ldi. 3-oyning oxiridagi Beijingda o'tkaziladigan Prezident Donald Trump bilan Reis Xi Jinpingning suhbatida. Xitoyning yili ishiltishi yoki yiligarligi baş nimdide köpük aylandırıp etti dedik ha. İran hücum qilish bilan Xitoyning bu xiyollarını köpük aylandırıp etti. Mutaxassislar mundaq tahlil qildi. Prezident Donald Trump Xi Jinping bilan ko'rishish sharpisida shaxsan buni putib etib, bevosita urush o'tini yiqib, stal ustiga yaqinlab keldi. İran'da urush o'tini yiqib, Jungo'da stal ustiga suhbat üstüge yaqinlab keldi. Bu narsa shuni isbotlab berdiki, Beijing cho'ng savdoga bosh qatirib turganda Amerika tarafdan realizmlik irodasi oldida Beijingning xiyollari yanala berbat bo'ldi. Yuqoriga qo'shimcha kelyapti zima. Beijingning xiyollari yanala berbat bo'ldi. Destek sezgülleri sezgüpeti qilib qoldi. Destek sezgüleri, xiyal peti, sezgü peti qilib qoldi. Endi yana bir kichik mavzu. Egizdi bir xil, harakatda bir xil bo'lishning oqibati va ikki yuzlimichilik, komediyelik o'yin. Mutaxassislar mundaq ko'rsatdi. O'tgan bir necha yildan beri Beijing İran masalasida nihoyatda chivarlik bilan ikki yuzlik o'yin o'ynadi. Qaramoqqa Beijing ko'p qatam Washingtonga va'da berib, Washingtonga hamkorlashib, Tehranni yadro tahdidini va rayon doirasida xiris paydo qilishdan voz kechirishga va'da bergan bo'lsa-mu? Hatto Birlashgan Davlatlar Tashkilotida İranni qisman embargo qilishga qo'shilgan bo'lsa-mu? Amaliyotda Beijing İranning kengaymichilik siyosati va xiris qilish tahdid selishlarining orqasab qo'llash tayanchi bo'lib keldi. İranni qo'llaydigan davlat bo'lib keldi Jungo. Beijing tahdidni hal qilmadi, balki tahdidni ko'paytdi. Ko'p turib İranni beqib cho'ng qildi. Yordam qilib İranning arilish qarashtirish iqtidorini o'stirdi. Bu qatam Amerika taraf harakat qilishdan burun Jungo qasdan Amerika armiyasi o'rinlashtirgan F-22 kurashchi aeroplanning sun'iy hamroh suratini oshkorlab, İranga yordam berib qiladigan ishini qilaver dedi.
Lekin Prezident Donald Trump muşu paytda uruş qilishni tanlab olganligi, chunki Amerika shu narsani tanib yetdiki, Beijingdan yaraştırışni ümit qilish faqat İran'a kengaymichilik qilishga vaqt yaratib berishdi bo'lib qoldi. Yani yaraştırış degan Amerika İran münasebetini söhbet ve kelişim imzalash, yadro atom kuralları degan mesele bo'yicha. Moshini Beijing'de küttük ki ameliyatda bu iş mümkün bo'lmadi. Bu ameliyatta İran'ın kengaymichilik qilishiga, İran'ın tahdid selishiga yo'l ochib berishga bo'lib qoldi. Amerika tarafından İran'a bevosita zarba berganligi şu haman söküp ütüp musadir qilganligi ve Beijing'ning bu saxta söhbet markasining taglikini büsüp etganligidir. Demek hilgarlikni içip etti. İran'a hücum kıldı Amerika İsrail'e. Xitayning hilgarligini içip etti. Tehdittin bevosita fiziklik bir taraf qilish, Beijing'ning o'qil manfaatini tartibga solish, qaqti soxta qilish, makonini biroqla yo'qotib etganlikdir. Qurolli hücum qilish İran'a bu Xitayning makon, ham xiyol qilgan makonlarni biroqla yo'qotganlikdir. Texim mumishardiki, bu qatimki harbiy harakatdan Beijing'ni soğuklarga tushundirib etgan soğuklarga tushundirib etgan tarifi bundan burun Venezuelada yuz bergan harbiy harakatdir. Bu harakatning qaratmaligi ve daimiyligi Beijing'ning sirdosh strategik sheriki bo'lgan butunlay qurollangan Venezuela qisqagina 140 minut ichida tağardan tökkan tezektek devlet başlığı Maduro New York şehrinde türmege düştü. Beijing garbi yerim şehrdeki putrep duruş noktasında şu haman ayrılıp kaldı. Bu katememde çünkü otur şehirde bir belbağ, bir yolun halkılık noktasında her bir siyasi işlada umumi yüzlük başlanıp ketken umumyüzlük stratejik şeriklik İran, Beijing'nin karıştı. Rusya bilen kol tutuşup kurup çıkan Rusya-İran Cungu 3 borcak münasebet. Lakin İran'ın radar sistemisi Amerika-İsrail ölçemlik zerb veriş neticesinde hiç nimege erzmeydiğen bir narsa bulup çıktı. Qaraqın burcakdaki təminləş liniyası kudretli kural gücünün aldıda hiç nərsəge ərzmeydiğen nərsə bulub çıxdı. Venezuela berge radar Amerika armiyasının şiddetini tosap qalanmadı. Xitay İran'a berge radar Amerika armiyası İsrail armiyasının hücumunu tosap qalanmadı. Biçit bol. Demek bu yerde radar teknikisi Xitay'nın meyli Rusya'nın bu qatim iki meydandaki hal qilg'ich operatsiyada hech narsaga dal bo'lolmadi. Bu ishlarning hammasi qudratli bir signal tarqatdi. Amerika belgilagan yadroluk stratejik manfaat oldida Beijing uchirib maqtagan sheriklik dardisi qo'g'dinish bilan ta'minlayolmay qolmasdan aksicha Amerika avval bir taraf qilib etadigan to'salg'iga aylanib qoldi. İran'da bir taraf qilib etish to'salg'ini. İran'a berilgan raketa sistemasi mudofaa bir taraf qilib etish İran yoki Junguni. Hammasini qo'shib aytganda Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi bu qatam shunday g'albilik ish qildi. Alayda aloqador arboblar munda ko'rsatdi. Beijing'e nisbeten bu qatam Prezident Donald Trump bilan Xi Jinping ko'rishishdan burun boshlangan harbiy harakatning Tayvan hamda Hind Tinch okean vaziyatiga tashlagan unumi aniq aytganda titrek umumiy aytganda titrek badanga o'lashganda bir ish bo'ldi. Müşakka Xitay'ın qaratqını, İran'ın qaratqını, yani birisinden qaratqan siyasetleri titrek bedenge oğlaşqandak bir iş qayınlıb qaldı, başka hiç qandaq rol oynamı dedi.
Amerika İsrail'e Birleşme Koşullarının harbiy hareketi Washington'dan o'xshashli bir vaqt ko'plagan strategik rayonlarda hech nimaga qaramay siyosiy hokimiyatni o'zgartiradigan irodasini ko'rsatdi. Bu qatim hareketler Washington'dan her qanday o'xshamagan joylarda mustabid tizimli bo'ladi ekan siyosiy hokimiyatni o'zgartiradigan irodasini ko'rsatib berdi. Hamda Beijing'ning bir xato hukmini oshkorlab qo'ydi. Ya'ni Amerika butun yer sharining muqimligi uchun Tayvanni tutib olib, manfaat almashtirdi deydigan hukmni oshkorlab qo'ydi. Tushundingizmi? Tayvan mening qo'limda, Amerika sening tizgining mening qo'limda degan gap. Bu yerda hozir boshlaymi dedik, Amerika belgilaydi. Bu rayonlar, bu ülkeler, bu davlatlarning nima bo'lishini belgilaydigan davlat Amerika. Sening buningga endi tishing patmaydi. Uni beraman, mani bermayman, mani savdo qilaman, ani tijorat qilaman deydigan huquqing yo'q. Maqolaning negizi mana shu edi. Amerikaning qudrati mana shu edi. Mesela yana uç kaysak Tibet'le Tayvan'a tegişi degan, yoki Tayvan'ni Şinjan'a müstamlik Uyg'uristonga tegişi degan huquqi yo'q. Mayli suhbat usul deganmaysan buni, mayli bosh kuch bilan ham yo'l qo'yolmaysan buni. Bu masalada sen allaqachon tuguding. Sening bu ham xiyollarning hammasi İran hücum qilish bilan ko'pikka aylandi. Oshkorlandi. Paket dal buning aksiga Prezident Donald Trump'a nisbeten aytganda, mayli O'rta Sharqning hamnipet bexatarligi bo'lsa, yoki Hind Tinch okeanining demokratik liniyasi bo'lsa, o'xshashli Amerika yadroluk manfaatining turlari deb belgilanadigan bo'lsa, Amerikaning yadroluk manfaatlarining turlari deb belgilanadigan bo'lsa, bu davlat manfaatining o'zi bo'lib hisoblanadi. Amerika shundoq belgilasa, bu Amerika davlatining davlat manfaati bo'lib hisoblanadi. Tushundingmi Jungo? Beijing. Herkes diplomatik suhbatning eşinde materyali bulanmaydı. Diplomatik suhbatning eşinde materyali bulanmaydı. Prezident Donald Trump İran'da götürülgen ot yolqini orqali Beijing'e shundoq dedi ki, Amerikaning davlatning yadroluk manfaatiga bog'liq jadvalida cho'ng savdo deydigan 3 bo'g'imliq so'z yo'q. Mana xulosa. Tushundingiz vatandoshim? Tushuning vatandoshim. Nima deydi? Ot yolqini orqali Ironda ko'tarilgan ot yolqini orqali Amerika Beijing'e shundoq dediki, Amerikaning davlatining yadroluk manfaatiga, Amerika bu davlatning yadroluk manfaatiga bog'liq jadvalda cho'ng savdo deydigan bunday 3 bo'g'imliq so'z yo'q. Faqat reallik qabul qilishli bor. Mutaxassislar bunday ta'kidladi. 3-oyning oxirida Prezident Donald Trump bilan Xi Jinping ko'rishadigan ish hargizmi Jungo umid qilgandek cho'ng davlat o'rtasidagi manfaat taqsimoti emas. Bu yerda yana bir cümlede oshkorlab ko'rdingizmi? 3-oyning oxirida Prezident Donald Trump bilan Xi Jinping ko'rishadigan ish hargizmi Jungo umid qilgandek ikki cho'ng davlat o'rtasidagi manfaat taqsimoti emas. Vah 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 vah. Men nima deyman, shuni anglaysan. Men nima deyman, shuni qilasan. Men nima deyman, shuni amal qilsan. Çünkü men Amerika, sen Jungo. Kendiniz bizga manda keldi gap degan. Bu gap hozir İran hücum qilishlar Hamoniyni yo'qotishlar o'tirib chiqayotgan gaplardan vatandosh. Men uzun bo'lib ketadigan oxirida qisqartiraman sizga.